Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning Belarus Respublikasiga tashrifi doirasida mamlakatdagi Bell Expo milliy ko'rgazmalar markazining umumiy maydoni 3,5 ming kvadrat metr bo'lgan pavilyonida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, ya'ni Made in Uzbekistan milliy mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil etildi. Uni o'tkazishdan asosiy maqsad o'zaro savdo hajmini oshirish, belaruslik ishbilarmon doiralarni O'zbekiston Respublikasining ishlab chiqarish, eksport va investitsiya salohiyati bilan keng tanishtirish, mamlakatning boy madaniy tarixiy merosini namoyish etish va turizmni rivojlantirishdir. O'zbekiston bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish Belarus uchun nega manfaatli degan savolga mana shu Made in Uzbekistan ko'rgazmasi javob bo'la olishi mumkin. Sababi aynan hamkorlikning asosiy omillaridan biri bu har doim eksport-import shartnomalari hisoblanadi. Ya'ni bizdagi sifatli oziq-ovqat, tikuv trikotaj va ip kalava mahsulotlari Belarus bozorlarida xaridorgirdir. Shuni inobatga olgan holda ushbu ko'rgazmaga mamlakatimizning 15 ta eng yirik kompaniyasi va 10 ta viloyatidan mingdan ortiq tovarlar olib kelindi va Belarus ishbilarmonlariga taklif etilyapti. 3000 kvadrat metr maydonni egallagan yopiq ko'rgazmada mamlakatimiz korxonalarining eksportbop mahsulotlarini, xususan tayyor tikuv trikotaj, to'qimachilik, paxta matolari, erkaklar, ayollar va bolalar poyabzallarini ko'rish mumkin. Shuningdek, elektrotexnika, issiqlik izolyatsiya materiallari, bazalt armaturalari va turlar, marmar va travertin tovarlari, ho'l va quritilgan meva-sabzavotlar, qandolat mahsulotlari ham keng turda taqdim etilmoqda. Bundan tashqari ko'rgazma doirasida mamlakatimizning Andijon, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Namangan, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent, Farg'ona va Xorazm viloyatlarining hunarmandchilik mahsulotlari, IT sohasi, turizm hamda investitsiyaviy va eksport salohiyatining alohida ekspozitsiyalari tashkil etilganligi ahamiyatga molik bo'ldi. Sababi mahalliy aholi ushbu qadimiy shaharlar ularning boy madaniy merosi haqida ko'p eshitgan-ku, lekin o'z ko'zi bilan ko'rmagan. Bu yerda esa tarixiy shaharlarimiz haqiqatdan jonlangandek bo'ldi. Minsk shahrida ko'pgina hamkorlik tashkilotlari bilan biz bitimlar imzolayapmiz. Xususan Samarqand viloyati bo'yicha Kattaqo'rg'on tumanida sut mahsulotlarini qaytarish hamda chorvachilik yo'nalishida biz 10 million dollarlik loyihalarni amalga oshirishga erishdik. Loyihamiz 2019-2021 yillarga mo'ljallangan, asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari bo'yicha. Belarus Respublikasining aholisi qiziqishi baland bo'lgan mahsulotlar, ya'ni yengil sanoat sohasidan tortib oziq-ovqat ishlab chiqarish mahsulotlarigacha va maishiy texnikalarimizni namoyish qilmoqdamiz. Jizzax viloyati Belarus Respublikasining Mogilevsk va boshqa viloyatlari bilan o'rtadagi kelishuvlarga erishildi hamda 2,5 million dollarlik kelishuvlar, investitsion loyihalarni amalga oshirish yuzasidan kelishuvlar va 1,5 million dollarlik eksport shartnomalari belgilandi. Forum doirasida biz 8 ta 7 million dollarlik eksport shartnomalarini imzoladik. Ushbu shartnomalar asosan o'sha ip kalava mahsulotlarini O'zbekiston Respublikasi Xorazm viloyatidan yetkazib berish, shuningdek meva sabzavot mahsulotlarini Belarus Respublikasiga yetkazib berishdan iboratdir. Statistik ma'lumotlarga qaraganda ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi joriy yilning yanvar-iyun oylarida 188 million dollardan oshiqqa yetdi. Shu jumladan eksport 22,5 million dollar, import esa 165,8 million dollarni tashkil etmoqda. Bunda esa o'tkazilayotgan mana shunday ko'rgazmalarning o'rni ahamiyatli. В Узбекистане очень большая доля это сырьевой промышленности. То есть и обрабатывающая промышленность, и сырьевой сектор, и этому нам интересен. Тем более, что мы выходим на новые формы работы, как создание кластеров. Со следующего года Узбекистан, как достаточно мощный производитель хлопковолокна, планирует вообще не продавать на экспорт хлопковолокно, а все перерабатывать в пряжу и готовые изделия. Для нас, как потребителей хлопковолокна, это, будем говорить, такой серьезный сигнал для того, чтобы вступать в глубокую кооперацию по полному технологическому циклу и таким образом взаимно поддерживать друг друга. Bir so'z bilan aytganda, o'tkazilayotgan bunday ko'rgazmalar ikki davlat hududlari va ishbilarmonlari uchun katta ahamiyatga ega. Zero uning natijasida eng avvalo xalq farovonligi ta'minlanib, davlatlararo munosabatlar yaxshilanadi.